Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 14-aprel kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. AnjirPay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. AnjirPay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. 1 AQSh dollari 12.126 so'm 10 tiyin bo'lib 32 so'm 49 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.171 so'm 77 tiyin bo'lib 67 so'm 15 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 11 tiyin bo'lib 1 so'm 23 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 25 so'm 53 tiyin bo'lib 18 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.